erkin gapirishimiz kerak. Hozirgi ongda balki kimnidir yomonlayotgandirmiz, kimnidir nimasinidir qabul qila olmayotgandirmizda, lekin kimdir o'sha narsani yozadi, kimdir yoza olmaydi-da. Kimdir yozsa, biz hozir sani mana shunaqa yomon aytgan gaping uchun sani mana shunaqa joyga beramiz, sani sudga beraman-da deylik, sani yozib beraman-da. Bu bilan keyin уже u qo'ysangchi, kimga gapirishni xohlamayman deb nima qilyapti? Insonlarni gapirishga ochilishini biz yana yopyapmiz bo'ladi-da. Biz ularga erkinlik berishimiz kerakki, ular erkin gapira olsa, xuddi biz kabida, biz ham xohlaymiz o'zimizni anglatishi, o'zimizni ongimizdagi ba'zi narsalarni tushuntirishida, insonlarga ham xuddi shu narsani berishingiz kerak. Negaki, yaratuvchini rejasiga ko'ra hamma o'zini fikrini ayta olishi kerak.